Ushbu kalimani Qur'onda ko'plab oyatlarda ko'rgansiz, o'qigansiz, lekin buni nuni nima uchun tushib ketganligini bilarmidingiz? Hozir men sizga shuni aytib beraman. Bu kalimani asl ko'rinishi lam yakun bo'ladi, ya'ni buni oxirida nun bo'ladi. Lekin buni arablar nunini hazf qilib, o'chirib o'qishlikni joiz qilishgan, lekin buni 5 ta sharti bor. Hozir bu 5 ta shartni birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi sharti lafzi muzori ko'rinishda bo'lishlik, ya'ni o'tgan zamon ko'rinishidagi kan emas, balki muzori ko'rinishidagi yakunu ko'rinishda bo'lishligi shart. Ikkinchisi esa jazm holatda bo'lishligi kerak, ya'ni o'zidan oldin lam, la yoki inga o'xshagan jazm qiluvchi harflar o'tgan bo'lishligi shart. Uchinchi sharti ushbu kalimaga kelganda vaqf qilmaslik kerak, ya'ni to'xtab qolmaslik kerak va balki undan keyingi so'zlarni o'qishlik shart. To'rtinchi sharti bunga nasb zamirlari yopishmasligi kerak. Beshinchi sharti esa bundan keyin kelayotgan kalima harakatli bo'lishligi shart, ya'ni u sukunli bo'lmasligi kerak, balki harakatli bo'lishligi lozim. Mana shu 5 ta shart topiladigan bo'lsa, bu kalimani nunini hazf qilib o'qish joiz bo'ladi. Mana shunday grammatikaga oid videolar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, meni sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Videoga like bo'lsa, bu videoni maksimal arab tiliga qiziqadigan do'stlaringizga yuborib qo'ying.